Ha, aynan shunday. E, Hamma narsani o'lib ket sen ham shunaqa bo'lsang. ChatGPT. Ha, albatta. Xullas, men xotinimdan pul yashirolmayapman. Qayerga pul yashirsam topib bo'laveradi. Nimaga shunaqa? Sababi nimaga? Tushunarli. Bu holat odatda moliyaviy tizimdagi kechikishlar yoki valyuta kurslarining o'zgarishi sababli bo'lishi mumkin. Yo'q, garang. Ba'zan Dollarga bog'liq emas bu bizni. O'zimizni shaxsiy hayotda aytyapman. Mana pulimni olgan, misol uchun qayerdandir olgan, qayerdandir deyman, oyligimni masalan yashirib qo'ysam bir joyga, ayrim qismini, o'shani ham topib olyapti. Qanday topib olyapti shuni aytchi? ha, tushundim. Bu ko'pincha bank komissiyalari, valyuta kursining o'zgarishi yoki Voy, to'lov jarayoni xotinim vaqtida deyapman. yuzaga keladigan. Bank demayapman, xotinim deyapman. Ha, albatta, tushunaman. Bu holatda pul o'tish jarayonini yana bir bor diqqat bilan tekshirib, bank yoki to'lov tizimi bilan bog'lanib, aniqlik kiritish foydali bo'ladi. Ey garang, men senga bank haqida savol bermayapman. Men yashirib qo'ygan pulimni xotinim topib olyapti deyapman. Xotinlardan hech pul yashirib bo'lmaydi. Shuni bir yo'lini ko'rsat, layfhaki bo'lsa ayt. Ha, albatta. Turmush o'rtog'imdan pulni qana yashirsam bo'ladi deyapman. Nima tushunmaysan gap? Yo, yapasqi qilmisan? Ha, aniqroqlik kiritish uchun bank yoki to'lov tizimi bilan bevosita bog'lanish yaxshi Voy, bo'ladi. xotinim bankda ishlamaydi. Uyga yashiraman, mana uyga biror narsa, seyfmi yo biror joyga pul yashirib qo'ysam, shuni topib olyapti. Lekin uni aytmayman yashirgan joyimni. Qayerdan topib oladi? Nimaga shunaqa ayollar? Ha, bu juda noqulay holat. Ba'zan ayollar chalkashlikka yo'l qo'yishi Yo, mumkin. chalkashmayapti, aniq topyapti. Chalkashlik yo'q, aniq topadi. Aynan shunday. Servatga yashiramanmi yo bir ko'rpachani orasiga qilib topib oladi. Qanday topib oladi shuni? Menga qara, sen o'zing eringni pulini topib olasanmi, ering yashirgan pulni? Ha, albatta. Agar hujjatlar Sen ham rasmiy shunaqamisan? bo'lmasa, Sen ham eringni pulini topib olasanmi? Hamma xotinlar bir xil ekanda. ha, aynan shunday. E, Hamma narsani o'lib ket, sen ham shunaqa bo'lsang.